Bu videoni o'tirib afsuslanasiz. Al-Xorazmiy maktabning orqasida 18 sutkli Satrato'g'on sarayimiz bor. Saray deyishim sabab, buning fasad taraf 50 metr, orqa tarafi o'tomsa 38-40 metr hisoblanadi. Dokumentda 18-20 sotk chiqarib qo'yibdi deyaptir. Ko'rsizlar bo'ladi, old taraflari daraxtlar egilgan. Bu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, yaxshilab telefonda olib zaryadga qo'yib ko'rishingizni tavsiya qilaman, sababi bu video cho'ziladi, uzoqroq bo'ladi. Mana shu ko'rib turganingiz vodoprovodlari, suvlari, gazlari hech narsadan muammo yo'q. Darvoza bu yog'imizda bo'lgan bo'lsa, oldin oxirona o'tirgan ekan bu yerda. Bu yog'imizda suv bachuk bor ekan, nержавейка. Umumiy hisobda 2 nержавейка suv bachuk bor ekan. Yozgi topchon ko'rsizlar bo'ladi. Baland podvaldan bor buni. Mana shu ko'rinishida, mana bu yog'imiz ham Bunaki biyamizdan bir temada отдельный. Siz o'ylaysizda, Mang'itda shunday uylar bormi ekan? Bor ekan. Men birinchi ko'ryapman. Mana ko'rsizlar bo'ladi. Bu yoqda bir garaj bor, bu yoqda yana bir garaj bor, 2 garaj bor, 2 zal bor. Mana ko'rsizlar bo'ladi. Bu yerda qaytadan remont qilib yashasangiz ham bo'ladi, lekin gazdan qiynalmasangiz. Bu yerda ağaç bostirishga ağaç hech narsa ishlatilmagan. Bu yerda plita keyin turib plita bo'lgan. Hammasi. Mana bu yoqimizdan garaj qilib qo'yilgan. Mana ko'rsizlar bo'ladi. Bu yoqimizda bu topchadan bir temada, qarashchi. Balanti plita, pasti plita. Yana ham pastindagi podvaldan 1,5-1,80 chiqadi. Blokdan ko'tarilgan. Keyin plita bilan bostirilgan. Bu yoqimizdan bir tema spichkasini yapib ko'ramiz. Hoppa. Mana ko'rsizlar bo'ladi. Kabinlar deyman, shunday deydi. Bu yoqimizdan pesh bor, batareyalar cho'yin batareyadan. Bu yerda plita, buning chiqadigan materiallar biz tug'andan ham вообще o'zini qoplaydi. Bu yoqimizda o'tamiz yana bir xonasi, bu dalon. Ko'rsizlar bo'ladi. Mana bu yoqimizda bu yog'imiz akam aytadi, seyf bo'lgan dedi. Ayna hech narsa yo'q dedi, seyf qo'yganman bu yerga dedi. Jag'li pullar saqlanmoqchi edi. Bu yog'imizda yana bir xonasi bilan ko'rsizlar bo'ladi. Bu yog'imizda koridor bo'lsa, bu yog'imizda yana bir xonasi bilan planlarda ham yaxshi. Yomon emas. Mana ko'rsizlar bo'ladi. Sho'ra kelganda bir yurakchani qizartirib ketvarim. Bu yerga 1, 2, 3, 4 qovurg'ali batareya bor. Bu yoqimiz bir zal и sport zal. Ko'rsizlar bu aboylanib. Bu yerda endi hozirgi kunda elementli kunda qizdirish ham borda. Xo'p, bu yoqimiz buniki yana bir zalimiz. Buning pastida bo'lgan bo'lsa, garaj bor. Oraqdan kirib keladi. Bu yerga 2 ta qo'yib kirdirib qo'ysangiz bo'ladi. Bemalol. Zo'r remont qilib, bu yerda yashasangiz ham bo'ladi. Shkarni uy bo'ladi. Karbishdan terilgan beton, plita hammasi. Fundamentlari blokdan ko'tarilgan. Manaki, bu yoqimizdan bir uy. Bu yoqimizdan bo'lganimizda bir tema. Bu yoqimizda bir отдельный котел, bu yoqimizda sauna, bu yoqimizda banya. Ulgurmaymiz. Mana bu yoqimizdan yana bir xona, kuxnya bo'lgan ekan. Yugurmasak ulgurmaymiz. Bu yoqimizda yana bir xona. Baqchaga zo'r ketadigan bu, baqchaga. Akalar, bosaraton yeri. Narxidan zo'r. Bu yoqimiz orqa tarafga chiqadigan yeri, bu yoqimiz old tarafga chiqib ketadigan yeri. Endi orqa tarafini ko'ramiz. Orqa tarafdan bir tema. Yugurmasak ulgurmaymiz. Bu yoqdan mana bir tema. Ko'rsizlar bo'ladi. Baqchaga zo'r ketadi bor. Zo'r tarafi, buna bog'i. Mehr kerak, bu yerga qaralmagan ekan. Shuning uchun kommentariyada yozib ketmaymiz. Bu yoqimiz bo'lganimiz kotelxona. 1, 2, 3 kotelxona bor. Balandligini qaranglar. Vashi karbej blok. Xo'p. Bu yoqimiz bo'lganimiz podval. Blokdan ko'tarilgan, podushkalardan zakonniy. Ustlari bilan plita. Podval ham plita,
Onun ustidan plita. 100 qancha plita bilan bostirilgan o'dir. Bloklarni ham hisoblab ko'rsangizlar bo'ladi. Mana shu uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Narxini keladigan bo'lsak, narxini aytishim yurakchani qizartirib ketamiz va bizga obuna bo'lib ketamiz. Xo'p, bu uyning narxi 650 million aytilyapti. Qalay, chiqardingmi? 18-20 so'tik. 650 million so'm. Notarius so'raysizlar. Hamma yaxshi kayfiyatsizlar bilan Maqtmak kanali. Bundan da uyni hali ko'rmaganlar bo'lsa, bir obuna bosib o'ramiz va like ni qizartirib ketamiz. Hamma yaxshi kayfiyatsizlar bilan Maqtmak kanali.